Shuhrat aka, tasavvur qilaylik, o'sha Gitlerdan keyin Germaniya rasmlarda ko'rilyapti. Mana xarobalar Tip-tek prezidentlar aytmasa ham bo'ladi. Glam rejimida bombardimon Gamburg. Mana shunday Germaniyani qabul qilib oldi Adenauer. Va uning iqtisodiy siyosati qanday edi, uning iqtisodiy modeli qanday ediki, mana shunday bir Germaniyada iqtisodiy mo'jiza qilish uchun. Juda yaxshi savol. Endi 45-yildan 49-yilgacha 4 yil mobaynida Germaniyaning butun territoriyasi shu okkupatsiya qilgan davlatlar tomonidan iroda qilindi. Okkupatsiya qo'shinlar Germaniya 4 ta zonaga bo'lingan. Sovet zonasi bo'lgan, Britaniya, AQSh zonasi, Fransiya zonasi bo'lgan. Va shu Britaniya, Fransiya va Amerika zonalari keyin birlashib Germaniya Federativ Respublikasini tashkil qildi. SSR okkupatsiya qilib olgan okkupatsiyadan zona keyin Germaniya Demokratik Respublikasi degan davlatga aylandi. Bu o'sha 49-yilda o'sha g'oliblar bularga endi samoupravleniya o'z-o'zini boshqarish va yana davlat qurishga ruxsat bergandan keyin erkin saylovlar bo'ladi va mana shu erkin saylovlarda Konrad Adenauer partiyasi, hozir biz mana HDZ partiyasi haqida ko'p eshitamiz. Har kuni jahon matbuotini kuzatuvchilar HDZ partiyasiga mana Merz lider bo'ldi, HDZ partiyasi hokimiyatni oldi, HDZ partiyasi kansler tayinladi deydi. Xristian demokratlar STS Soyuz deydi, o'zbekchasiga ittifoq, Xristian demokratlar ittifoq. Shu partiyani yo'qdan bor qilgan, uni g'oyasini, konsepsiyasini urush ketayotgan payti Hitler urushyapti, Konrad Adenauer pensioner uyida, o'z 70 yoshlar atrofida nafaqa olgan natsistlardan. Bu o'sha uyda umrining oxirigacha yashagan, mana Reyndorfda. Bu odam Hitlerning muqarrar mag'lub bo'lishini bilgan. Albatta bunday masshtabdagi odamlar albatta shak shubhasiz 2, 3, 5, 8, 10 yildan keyin nima bo'lishini biladi. Masshtabli odamlar bular. Va bilgan va o'sha payti qilgan ishi mana shu Xristian demokratlar ittifoqining konsepsiyasini yozib, urush tugagan payti demak o'zining tarafdorlariga shu g'oyani tatbiq qiladi. Bu g'oya avvalgi Birinchi jahon urushdagi markazchilik g'oyasi, qadriyatlari bu o'sha traditsion xristianlikka asoslangan. Endi buni dindor, klerikal partiya deyish noto'g'ri. To'g'ri, xristianlikning bir postulatlari bor. 10 ta nimasi bor uning, masalan, haligi odam o'ldirma, o'g'irlik qilma, 10 ta shunaqangi yaxshi nimalar bor. Shularning asosida haligi yaxshi inson bo'l degan g'oya, sharafli inson bo'l degan g'oya asosida mana shu 49-yil saylov bo'lgan payti Xristian demokratlar partiyasi o'zlarining asosiy opponentlari bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasidan bor yo'q 2 ta ovoz ko'p olib mana Adenauer kansler bo'lib saylangan. U tomonda ham juda qudratli shaxslar bor edi. Sotsial demokratlar partiyasi. Umuman Germaniyada 2-jahon urushidan keyin doimiy 2 ta siyosiy kuch bir-biri bilan kurashib keladi. Endi oxirgi bir 30 yillarda mana Yashillar partiyasi ham qo'shildi, lekin mana shu 70-80-yillarda kurash har doim bir tomondan Xristian demokratlar ittifoqi va yana Xristian demokratlarning yana boshqa bir partiyasi bor va bu tomonda har doim Sotsial demokratlar partiyasi. Bu odamga qarshi, keyinchalik buning safdoshi Erhardga qarshi, Ludwig Erhardga qarshi bu tomonda ham Germaniya tarixida, jahon tarixida buyuk reformator deb hisoblangan boshqa shaxslar ham bor. Ularni ham e'tirof etishimiz kerak. Masalan, Willy Brandt, masshtablari bo'yicha Germaniyaning taraqqiyotiga qo'shgan hissalari bo'yicha mana shu odam bilan bir safda turadigan boshqa vakillar ham bor Germaniyada. Shunga qaramasdan Konrad Adenauer sotsial demokratlarni yengib chiqdi. Va 49-yildan boshlab o'zining shu safdoshi biz aytgan hozirgi Ludwig Erhard, bu ekonomika professori, München universitetining professori bo'lgan. Mana shu ikkalasi tandemda siz aytgan
nemis mo'jizasini yaratdi va bu mo'jiza 6 yil ichida Germaniyani rivojlanishda dunyoning 5-davlatiga aylantirdi. Mana shu xarobalar 6 yildan keyin dunyoning 5-davlatiga aylandi. Shunday. Bu bir aql bovar qilmaydigan, fantastik endi. Yutuqlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana men bir professional iqtisodchi sifatida insoniyat tarixida hech qachon, insoniyatning yangi tarixida hech qachon birorta bir davlat yiliga 20% dan o'smagan. 3 yil mobaynida mana shu Gerhard nimaning Adenauer va Erhard Ludwigning shu tuzgan rejasiga ko'ra 3 yil mobaynida har yili yalpi ichki mahsulot 20% dan o'sgan. 20% dan. Mana Xitoy 2006-yildan boshlab 2013-yillargacha 14% dan o'sdi. Va bu bir aql bovar qilmaydigan fantastika deb hisoblangan. Bir yilmi 20% yetganda adashmas. Yo'q, unaqa bo'lmagan. 1 yil 16% ga yetgan. Qaysidir bir esimda yo'q, 16% ga, lekin asosan shu 13-14% ga o'sgan edi. Mana Adenauer davrida Germaniyada shu mana 49-50-51-yillari yalpi ichki mahsulot 20% ga o'sadi. Va 55-56-yillarda Germaniyaning iqtisodi jahon iqtisodining 5-o'rniga ko'tariladi. Endi bu yerda bir narsani aytishimiz kerak. Ko'plar aytadigan Marshall plani bo'lgan edi. Marshall butun G'arbiy Yevropaga yordam berdi. Amerikaning puli bo'lgan edi. Mana shu argumentlarga Marshall plani asosida Germaniyaga o'sha payt ajratilgan pul bor yo'q 1 milliard 400 million tashkil qilgan. Bu hozirgi pulda, hozirgi paritet bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, bu bir 35-40 milliard dollar. Bugungi ekvivalenti. Bugungi ekvivalentda bu 40 milliard dollar. 40 milliard dollar hozir juda katta pul emas. Mana shu xarobalarni, boya xarobalarni mana shunday holga keltirish uchun bu 50-yillar mana. 5 yildan keyin shunday bo'lib qoldi boya xarobalar, ha. Bu 1 milliard 400 million juda kam edi. Xuddi shu pul Italiyaga berilgan, Fransiyaga berilgan, boshqalarga ham berilgan, ha. Lekin hech qaysi davlatda, na Italiyada, na Britaniyada, na Fransiyada, na Benelux davlatlarida, na Portugaliyada, na boshqa joylarda hech qaysida 20% o'sish bo'lgani yo'q. Mana shu mo'jiza shu yerda. Lekin mo'jizaning asosi nima edi? Shu savolni qo'yishga haqqimiz bor, ha. Birinchi qilgan ishlar nima bo'ldi? Bir oz shu haqda ham gapirishimiz kerak. U haligi iqtisodda unaqa qilib 3 marta chapak solib mo'jiza bo'l desa bo'lib qolmaydi. Ba'zilar aytganda Yaponiyadan o'tib ketmaysan-da, darrov. Ha, hozir bizda bir 2-3 yilda Yaponiyadan o'tib ketish mumkin emas. Endi mavzuga aloqador bo'lmasa ham bizda hozir bir O'zbekistonda bir mo'jizachilar paydo bo'libdi. Mo'jiza bo'lar ekan, Yaponiyada o'tib ketar ekanmiz. Endi mo'jiza unaqa bo'lmaydi-da. Xo'p, qarang. Mo'jiza yuz berish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, Adenauer nima qildi? Adenauerning birinchi qilgan ishi antimonopoliya qonunini chiqardi. Germaniya davrida hamma narsa monopollashib ketdi. Gitler davrida. Uzr, Gitler davrida. Gitler davrida hamma narsa monopollashib ketdi. Mana shu antimonopoliya qonunini chiqardi va bu antimonopoliya qonuni qat'iy ijrosi ta'minlandi va eng katta yutuqlaridan biri birdan liberal bozor iqtisodiyotiga sakrab o'tdi. Bunga bir aql bovar qilmaydigan hamma o'sha payti bo'ladi, dabdalasi chiqadi degandi. Qilayotgan reformalar hech qayerga bormaydi buni degandi. Pul ko'payib ketdi, ha? Okkupatsion nima? Rejim u Fransiyaning hududimi, Britaniyanikimi farqi yo'q. Ular haligi hammani ish bilan ta'minlashimiz kerak va hammaga pul berishimiz kerak deb butun hammaga asosiy qiladigan ishi Reichsmarka tarqatish bo'lgan. Reichsmarka, ya'ni nemis pulini tarqatish bo'lgan. 4 yil mobaynida shunchalik ko'p pul tarqatib tashlaganki, oxir oqibat bu nima bilan tugadi? Pul ko'payib ketganligidan bitta odamning o'rta statistik nemisning 50 yillik oyligiga bitta kostyum shim beradigan bo'lgan. Bitta kiyim olish uchun 50 yil ishlash kerak. Bitta kostyum shim olish uchun 50 yil ishlash kerak bo'lgan. 50 yil. Mana biz o'tgan darsda ham bir shuni eslagan edik.
o'sha payti 49-yili oylik nemislarga har kuni berilgan. Har kuni obedga yaqin hamma tashkilotlarda oylik tarqatilgan. Nemislar olayotgan oyliklar u milliardlar emas, trillionlar bilan o'lchangan. Nemislar olayotgan oylik shunday tarqatilganki, oylik tarqatilgandan keyin, obeddan keyin, tushdan keyin hammaga 2 soat shu pulni xarj qilish uchun nima ham bergan, vaqt ham ajratgan. Sababi agar u pul xarj qilinmasdan ertanga qolib ketadigan bo'lsa, hamma narsa 2 bora qimmatlashib ketadi. Haligi berilgan oylik yetmay qoladi. To'yib o'qatishga. Mana shu narsa, mana shu super grupper inflyatsiya shu deyiladi, mana shu. Mana shunaqangi inflyatsiya bo'lganda, endi Ludwig, o'sha iqtisodchi Ludwig bilan Adenauerning qilgan ishi nima bo'ldi? Bular dastlab chaqiriq hukumat nomidan qaror qabul qildi. Kimki bankda pul saqlagan bo'lsa, bankdagi pullarni biz pul reformasi o'tkazyapmiz, biz uni almashtirib beramiz. Lekin ko'chadagi pullarga biz javob bermaymiz degan qaror chiqarilgan. Bu 30-yillar. Endi Gitler davri ekan. Hamma haligi pul muomalasi ko'chaga chiqib ketgan, pul qolib ketib, asosiy pul ekvivalenti bu shnaps, kofe, sigaret, konyak, kiyim-kechak, mana shunaqangi, haligi ovqat, delikates, kolbasa shunaqa bo'lib ketganda. Masalan, mana bugun kolbasa 10 million tursa, ertaga 20 million turadi. Indinga 30 million turadi. Mana shunaqangi davr, Shu bozordan pulni yig'ishtirib olish kerak. Yo yig'ishtirib olish kerak, yoki uni bekor qilish kerak. Mana bekor qilish uchun Reichs markalarni Deutsch markalarga almashtirish haqida qonun chiqariladi va shu Deutsch markalarga almashtirish jarayonida Adenauer aytadiki, kim deydi pullarini agarda mana shu rasmiy moliya idoralari saqlayotgan bo'lsa, shularga biz Deutsch marka beramiz. Ko'chadagi pulni biz qabul qilmaymiz deydi. Va natijada pul massasi kamayadi. U yuzlab marotaba kamayadi. Shundan keyin erkin savdo qilish huquqi beriladi hammaga. Mana SSSRda esingizda bo'lsa ixtiyor erkin savdo qilish huquqini Gaydar hukumati 92-yil Rossiyaga bergan edi. SSSR tugagandan keyin qaror chiqdi. Xuddi shunaqa vaziyat, pul ko'payib ketgan, emissiya katta, pul qog'oz, har kuni pul 50% inflyatsiya bo'lyapti. Shunda Igor Gaydar erkin savdo qilish huquqini berdi. Sabab erkin savdo qilish huquqini bermasa, tovar yo'q. Tovar defitsit hammasi. Lekin o'sha payti bu rol o'ynadimi? Yo'q, bu rol o'ynamadi. Sababi bular pulni yig'ib olmadi-da, bu haligi ko'chadagi pulni yig'ib olish kerak edi. Adenauer esa ko'chadagi pulni yig'ib o'tirmadi. U kim bizga davlatga ishonmasa, qo'lida qolib ketsa u pul emas. Almashtirib bermaymiz, boshqacha aytganda. Va pul massasi kamaydi, yuzlab marotaba, minglab marotaba kamaydi va keyin birdaniga erkin savdo qilish huquqi berilgandan keyin hamma savdo do'konlari tovarlarga to'ldi. Chunki shu paytgacha hech qayerda do'konlarda, xususiy do'konlarda mana bo'ligi hamma narsa bozorga chiqib ketdi. O'zi do'konlar ham u paytda shu haligi mana okkupatsiya qo'l ostida boshqarilar edi, do'konlarda hech narsa yo'q edi, hamma narsa qo'lda edi. Natijada shu bilan birga keyin mana shu o'rta mulkdorlar sinfini yaratish bo'yicha qaror qabul qilindi va mana bemalol siz o'rta mulkdor sifatida, xususiy mulkdor sifatida faoliyat yuriting degan huquq berildi. Mana shu bir necha oy ichida Germaniyada o'sha haligi tovar defitsiti tovar bilan to'lishga almashtirildi. Va yana pulni topishning yana bir usuli bu Adenauer qilgan siyosat. Endi bu yerda buni Adenauer deb aytmaymiz. O'sha ekonomik professorining nimasi, g'oyasi bular mana shu kimning puli bo'ladigan bo'lsa, xalq aksiyalari chiqardi.
nomayat narodniy aksiya degan shunaqa ibora qilgan Germaniya tarixida. Ya'ni davlat korxonalari, dori korxonalari bor, bular mana shu temir yo'llar, ama boshqa katta-katta yirik korxonalarni aksiyasini xalq sotib olishi va keyin bu aksiyalarni yana boshqatdan sotishi mumkin. Mana shu orqali mablag' topildi, mablag'. Ular rivojlanib borayotgan mablag' topish kerak-ku. Reformalar o'tkazish uchun mablag' topish kerak. Amerika bergan 1 milliard 400 million bilan albatta bunday katta yutuqlarga erishish mumkin emasdi. Pul topish kerak edi. Pulni topishimiz kerak ekan deb pulni emissiya qilib, yana inflyatsiyani kuchaytirmasdan, balkim uni razmerini nima qildi? Qisqartirib, effektivligini oshirdi. Effektivlik uchun kurash boshlandi. Mana uning o'shaligi reformasining asosiy negizi shunda. U bir sehrgar emas. Bu bir sehrgarlik kerak emas bu yerda, To'g'ri yo'naltirildi. Yo'nalish to'g'ri bo'ldi. Mana shu ikkita o'shaligi o'zining sherigi, u iqtisod ministri edi. Ikkalasi mana shu boshida 50-yillarda odamlarning shaxsiy inisiativa deymiz, shaxsiy tashabbusini ochib berdi. Mana shu shaxsiy tashabbusni ochish, erkin savdo qilish huquqi va keyin shu bilan birga yana Adenauer shu Germaniyani G'arbiy Federatsiya Respublikasi deb e'lon qilingandan hamma qo'shnilari bilan eshiklarini ochib, u yerda ham erkinlik berildi. Asosi. Demak, baribir iqtisodiy mo'jiza deb qaraladi. Demak, agar u qilgan siyosat iqtisodiy mo'jiza deb qaraydigan bo'lsak, uning sehrli tayoqchasi o'sha insonlarni, fuqarolarni rag'batlarini to'g'ri yo'naltirishi va erkin bozor tamoyili. Mana shu iqtisodiy qayerda rivojlanish bo'lsa, qayerda tez rivojlangan bo'lsa, davlatning qilgan asosiy ishi bu odamlarga tashabbus berish bo'lgan. Hamma joyda. Mana shu ikkita narsa qilish kerak. Oilalar, odamlarga tashabbus berish kerak. Ikkinchi narsa, hamma yoqni ochib erkinlashtirish kerak. Mana shu ikkita narsa, bu bir endi bir siram emas o'zi. Oxirgi men har doim aytaman, oxirgi mana shu 30, 40, 50 yildan beri eng boyib ketgan, eng iqtisodiy yaxshi tez rivojlanayotganlar hammasi ana shu fuqarolariga erkinlik berdi. Tashabbus berdi, ular mas'uliyatni o'ziga oldi. Mana davlat boshqarmasligi kerak hech narsani, va keyin chegaralarni ochdi. Mana shu qilgan ishi. Demak, bu Coca-Cola'ning retsepti deb maxfiy narsa emas, rivojlantirish. Yo'q. Rahmat. Shu darajada puli ko'payib ketdiki, bularni hatto Isroilga reparatsiya. Shu gapi shunday. Xizmatchi bo'lgan. Isroilga bular o'sha holokost, ya'ni holokost qilgan urush davrida. Reparatsiya beramiz, ya'ni o'sha tovon puli to'lab beramiz deb aytishdi. Bu 55-56-yili valigi urushdan 10 yil o'tmas, bu 1,5 milliard dollar. O'zi mana AQShdan Marshall planida qancha olyapti? 1 milliard 400. Bu undan ham ko'proq pulni Isroilga yahudiylarga qilgan holokost uchun to'lab bermoqchi. Yahudiylar olmaymiz deb u yoqda janjal ham qiladi.